Yonidan. Ko'ryapsizmi? Hop. Hop, ketdi. Do'konga kelaverasizlar mana. Yoni bilan olib tashyapti. Hali bu hammasi emas. Misol uchun mana Mamajon. Urchagidan kesyapti. Ko'ryapsizlarmi? Temirlar ozgina noqulayroq bo'lishi mumkin. Tilim sepib chiqib ketdi. 2 3. Mana kesib tashladi. Qani, idealniy kichkina mini temir arab. Buni har xil variantlari bor. Mana qaranglar. Apravasi bilan kichkinasi ham bor. Mana bu yerda katta temir arasi ham bor. Xullas bu ota bolada. Mana bundan tashqari bu yerda 2 xil variantini ko'rishimiz mumkin. Qaysi biri qo'lingizga mos bo'lsa, o'zingizlar olib ishlatsanglar bo'ladi. Ferrodan har xil temir aralarimiz sotuvda bor. Tezroq kelib olib ketadigan joyi. Yana bitta narsa, Ferro mahsulotlarini O'zbekiston bo'ylab dilerlik do'konlarimizdan xarid qilishingiz mumkin. Sog' bo'ling, ko'rishamiz. Ferro, sifat ustuvorligi.